Rockefellerlar dunyoni neft bilan boshqargan imperiya. Dunyo tarixida ko'plab boy oilalar bo'lgan, ammo ularning orasida shunday biri borki, uning ismi boylik, hokimiyat va sirlar bilan sinonimga aylangan. Bu Rockefellerlar oilasi. Ularning hikoyasi oddiy savdogardan boshlangan, ammo butun dunyo iqtisodiyotining kalitini qo'lga kiritgan sulolaga aylangan. Bugun siz bilasiz, dunyoni pul emas, neft boshqaradi va neftni kim boshqarsa, dunyoni ham o'sha boshqaradi. Hamma narsa 1839-yilda AQShning Nyu-York shtatida tug'ilgan bir bola bilan boshlandi. John David Rockefeller. U kambag'al oilada ulg'aygan, otasi sayyoh savdogar, onasi esa dindor ayol edi. John bolaligidan hisob-kitobni yaxshi ko'rgan, har bir sentni yozib yuradigan, tejashni odat qilgan bola edi. 17 yoshida u buxgalter sifatida ishlay boshladi. Ammo u bir narsani tez tushundi. Haqiqiy boylik bu ishchi bo'lish emas, egalik qilish. Shuning uchun u 1860-yillarda neft sanoatiga qadam qo'ydi. O'sha paytda neft yangi kashfiyot, ammo kelajakning oltini edi. John Rockefeller 1870-yillarda Standard Oil Company kompaniyasini tuzdi. Bu kompaniya qisqa fursatda butun AQSh neft sanoatini egalladi. Rockefeller shunchalik kuchli tizim tuzdiki, har bir raqibini sotib oldi yoki yo'q qildi. U raqobatni yo'qotish uchun hatto narxlarni sun'iy ravishda pasaytirardi. Raqiblar bankrot bo'lganidan keyin esa ularni arzon narxda sotib olardi. 1880-yillarga kelib, Standard Oil AQSh neftining 90%ni nazorat qilardi. Bu degani Rockefeller butun dunyo energiya bozorining egasiga aylangan edi. Rockefellerning boyligi tez o'sdi. Uning aktivlari hozirgi hisobda $400 milliard oshgan bo'lardi. Bu tarixdagi eng katta shaxsiy boyliklardan biridir. Ammo Rockefeller uchun pul maqsad emas, vosita edi. U banklar, temir yo'llar, siyosatchilar va hatto universitetlarga ta'sir o'tkazishni boshladi. Har bir senator, har bir qonun, har bir siyosiy qaror Rockefellerning manfaatiga xizmat qilardi. Aytishlaricha, u o'z odamlari orqali butun AQSh kongressini nazorat qilgan. Uning xohishisiz hech bir yirik iqtisodiy qaror qabul qilinmagan.